Qirg'izistonda ichki tozalash ishlari davom etmoqda. 11 fevral kuni mamlakatda muddatidan oldin prezidentlik saylovlarini o'tkazish bo'yicha murojaat bilan chiqqan bir guruh fuqarolarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Joriy yilning 9 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda 75 nafar fuqaro prezident Sadir Japarov hamda Jo'qorg'i Kengash raisi Nurlanbek Turgunbek uliga mamlakatda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlarini o'tkazish haqida murojaat yo'llagani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Mazkur murojaat akademiklar, sobiq bosh vazirlar, sobiq parlament a'zolari va jamoat arboblari tomonidan imzolanganligi aytilmoqda. Ommaviy tartibsizliklarni tashkil etishda gumonlanib 4 kishi hibsga olingan hamda ular vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan. Shu asosda tergov xizmati mamlakat jinoyat kodeksining 278-moddasi ommaviy tartibsizliklar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchi Bektashev, uning birinchi o'rinbosari Qurbonbek Avazov, Xavfsizlik kengashi kotibi Rustam Mamasodiqov, Kiber xavfsizlik markazi direktori Daniel Risaliyev hamda antiterror markazi direktori Elizar Simanov prezident Sadir Japarov farmoni bilan lavozimidan ozod etilgandi.